Assalomu alaykum barchaga. Navbatdagi mavzuyimiz elektromagnit tebranishlar. Bu aslida bir katta mavzu deyishimiz mumkin. Biz hozir mana shu yerdagi elektromagnit tebranishlarini qanday hosil qilish mumkin va bu elektromagnit tebranishlarni hosil qilishda nimalar kerak bo'ladi? Bu yerdagi asosiy fizik kattaliklar nima uchun tebranishlar deyiladi? Ana shunga doir ma'lumotlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi boshlab bu yerdagi hosil qilish jarayonidan ko'rib chiqsak, bu yerda o'zi nimalar tebranadi shularni ko'ramiz va tebranayotgan fizik kattaliklarning o'zgarish qonunlarini tahlil qilamiz. Xo'p, bu yerda ikkita chizmani chizib oldim. Mana bu yerda turgani mana bu elektromagnit tebranishlar hosil qiladi. Bu esa biz avvalgi ma'lumot darslarimizda, ya'ni mexanika bo'limini o'tayotgan vaqtimiz prujinali magnitning tebranish qonunini o'tgan edik. Xuddi shu chizma. Buni chizishimdan maqsad biz prujinali magnitning tebranish qonunlarini bilamiz va xuddi shunga o'xshash ravishda elektromagnit tebranishlar hosil qilinadi. Shu sababli mana shu o'xshashlikni bir-biriga bog'lagan holatda birinchisini bilamiz va shu yordamida ikkinchisini tushunishga harakat qilamiz. Xo'p, avvaliga birinchi mana bu elektromagnit tebranish hosil qiladigan sxemamiz bilan tanishib chiqsak. Bilamiz, mana bu ko'rinishda biz elektr tok manbayini belgilaymiz. O'zgarmas elektr tokning manbai elektr yo'rituvchi kuchi E ga teng. Bu esa kondensator, ikkita qoplamasi, xuddi shu ko'rinishda chizamiz. Bu induktiv g'altak. Induktiv g'altak mana shu ko'rinishda chizilar edi. Va bizda ikkita kalit bor. Birinchi holatda biz mana bu kalitni ulaymiz. Shuni ulaymiz. Ulaydigan bo'lsak, bizda yopiq zanjir hosil bo'ldi. Qayerda? Ya'ni mana bu yerda. Mana bu yopiq zanjir. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, mana kalit uzilgan, bu yoqda hech qanday zanjir yo'q. Faqat mana bu yer yopiq zanjir. Bu zanjirimizda kondensator bor faqat va tok manbai. Bu holatda kondensator zaryad oladi. Qandaydir quv miqdordagi zaryadga ega bo'ladi. Xuddi shu holatda zaryadlandi, lekin tok oqmaydi. Chunki kondensatorning qoplamalari bir-biridan ajratilgan holatda turibdi. Potensiallar farqi berilgani hisobiga shunchaki zaryadlanadi. Endi mana bu kalitni shuni uzamiz. Boya ulagan kalitimizni shunchaki uzamiz. Xo'p. Shunchaki kalitni uzdik. Kalitni uzadigan bo'lsak, mana shu holatda zaryadlangan bo'lib turadi kondensatorimiz. Endi bu kalitni ulaymiz. Kalitning bu ikkinchi qismini ulaydigan bo'lsak, mana bu zaryadlarimiz zanjir bo'ylab oqa boshlaydi. Mana bu yerda yopiq zanjir hosil bo'ldi va mana shu zanjir bo'ylab zaryadlarimiz harakatlanadi. Demak, zaryadlarimiz harakatlanganda tok hosil bo'ladi. Tok yo'nalishini mana bu tarafga deb tanlab olaylik. Xo'p. Mana shu yo'nalishda tok oqa boshlaydi. Bilamizki, g'altakdan tok o'tgan vaqti induksion tok paydo bo'lar edi. Biz bundan oldingi mavzuda o'z induksiya hodisasida ham ko'rib o'tgan edik. Demak, g'altakdan tok oqishi natijasida induksion tok hosil bo'ladi. Bu yerda esa kondensatorimiz razryadlanadi, ya'ni o'z zaryadini yo'qota boshlaydi. Zaryadlar tok bo'ylab harakatlanib ketadi va kondensatorimizdagi zaryad kamayib boradi. Natijada esa tok ortib boradi. Mana bu yerda induksion tok esa tokning ortishiga qarshilik qiladi. Ma'lum miqdorda, ya'ni kondensatorimiz to zaryadni yo'qotib bo'lgunicha tok maksimal qiymatga erishadi. Energiya haqida gapiradigan bo'lsak, kondensator uzilgan, g'altak ulanmagan vaqtda bu yerda E energiyaga ega edi. Kondensatorning energiyasini bilamiz. E barobar zaryad bilan bog'laydigan bo'lsak, Q kvadrat taqsim 2si. Mana shu miqdordagi energiyasi bor edi. Bu energiya ham zaryad yo'qolishi natijasida sekin yo'qolib boradi va g'altakka o'tadi. G'altakda tok hosil bo'lgan vaqti endi magnit maydon energiyasi paydo bo'ladi bu yoqda.
2 deb belgilab turayin, mayli, xo'p. Magnit maydon energiyasi hosil bo'ladi. Birinchi holatda esa elektr maydon energiyasi bor edi. Elektr maydon energiyasi sekin magnit maydon energiyasiga o'zgaradi. Endi bu yerdagi tok maksimal qiymatga erishgandan keyin o'z yo'lida davom etadi va mana bu tarafga o'tadi. Demak, bu yerda kondensatorimiz zaryadsiz va tok maksimal qiymatga erishdi. Tok o'z yo'lida davom etadi. Mana shu hosil bo'lgan induksion tok davom etadi va kondensatorni teskari zaryadlar bilan zaryadlaydi. Masalan, birinchi holatda plus va minus ishorali zaryad bo'lgan bo'lsa, keyingi holatda minus va plus ishorali zaryadlarni oladi. Mana shu holatda kondensatorning zaryadlari teskari aylanishi, demak, bizda tebranishning yarim davri T/2. Ya'ni yana dastlabki holatiga qaytmadi, aksincha teskari holat bo'ldi. Xuddiki prujina bilan taqqoslaydigan bo'lsak, mana bu prujina muvozanat vaziyati. Agarda prujinani siqib yoki cho'zib bitta holatga o'zgartirsak, bu yoqda ikkinchi holati. Mana shu holatda ikkita holatini ko'rib o'tadigan bo'lsak, siqilgan holatidan boshlaydigan bo'lsa, cho'zilgan holatga o'tdi. Ya'ni teskari. Eng maksimal cho'zilgan holatda edi, eng maksimal siqilganga o'tdi yoki eng maksimal siqilgan holatda edi, eng maksimal cho'zilgan holatga o'tdi. Teskari holatiga. Xuddi shunday zaryadlar ham teskari holatga o'tdi. Bu zaryadlarning yarim tebranishiga mos keladi. Teskari zaryadlangandan keyin bu yerda yana kondensatorimiz zaryadlanib qoldi va tok kuchi 0 ga tushadi. Endi zaryadlar yana teskari holatda, tok kuchi bu tarafga qarab oqadi. Natijada yana magnit maydon energiyasi paydo bo'ladi. G'altagimizda tok oqa boshlaydi. Tok maksimal qiymatga erishgan vaqtda kondensator 0 zaryadga ega bo'ladi. Zaryadni to'laligicha yo'qotadi. Tok esa maksimal qiymatga erishadi. Undan keyin yana tok, induksion tok oqishni davom etadi va bu tarafga borib, qaytib kelib, yana musbat zaryad va manfiy zaryadlarni egallaydi. Bu yerda to'liq tebrangan bo'ladi. T barobar umumiy tebranish davri. Mana shu bir marta to'liq tebranishi bo'ladi. Xuddi mana shundayin, demak, zaryadning, tok kuchining, elektr maydonning tebranish jarayoniga biz elektromagnit tebranishlar der ekanmiz. Ham magnit maydon bor, ham elektr maydon bor. Shuning uchun elektromagnit tebranishlar. Bundan tashqari bu yerda kuchlanish ham tebranish hosil qiladi. Ya'ni kondensatorimiz zaryadlangan vaqti kondensatorimizda potensiallar farqi vujudga keladi. Xuddi shunday kuchlanish ham tebranar ekan. Kuchlanish faqat kondensatorda tebranmaydi, g'altakda ham kuchlanish bor. Biz o'tgan mavzularda induksion IUK tushunchasi bilan tanishib chiqqan edik. Xuddi shunday tok o'tgan vaqti g'altagimizda induksion IUK hosil bo'ladi va aynan shu induksion IUK ham tebranar ekan. Xo'p, endi shu yerda ba'zi bir o'xshashliklarni aytib o'tsak, ya'ni mana bu ikkalasini bir-biri bilan qanday o'xshashliklar bor, qaysi parametrlari bir-biriga o'xshaydi. Va birinchi kondensatorni zaryadladik va zaryadlangan kondensator energiyasini yozdik. Prujinali magnitligimizda esa prujinani siqdik va prujina potensial energiyaga ega bo'ldi. Potensial energiyasini yozadigan bo'lsak, kx² taqsim 2. Bu yerda esa mana bu formulani yozaman, mayli. Yoniga yozib qo'ying. Qarang, qanday o'xshashlik bor. Q² taqsim 2si, bu esa kx² taqsim 2. Shu yerda demak k o'xshar ekan 1 taqsim s ga. Q zaryad esa o'xshar ekan x ga. Ya'ni qancha masofaga siljiganligi, qancha zaryad to'plaganligiga o'xshaydi. Prujinaning bekirligi esa kondensatorning sig'imiga teskari kattalik. Xuddi shunday o'xshashliklar bor ekan. Mana shu almashtirishlarni kiritsak, ikkala energiya bir-biriga juda ham o'xshash. Endi
kondensatorimiz razryadlanadi va tok kuchi maksimalga erishgan vaqtda bu yoqda magnit maydon energiyasi vujudga keladi. Endi esa magnit maydon energiyasi vujudga kelgan vaqtda biz g'altakni bilamiz, solenoid yoki g'altak deb qarasak ham bo'ladi. G'altakdan tok o'tgan vaqtda hosil bo'ladigan energiyani hisoblash formulasini bilar edik. Bu energiya teng L E kvadrat taqsim 2 da. Endi prujina muvozanat vaziyatdan o'tayotgan vaqtda kinetik energiya, bu yerda potensial energiya. Kinetik energiyaga ega bo'lgan vaqtidagi energiyani esa biz mv kvadrat taqsim 2 deb yozardik. E'tibor bersak, bu yerda ham juda o'xshashlik bor. L kvadrat taqsim 2 mv kvadrat taqsim 2. Bu uchun yozishimiz mumkin. Induktivlik juda ham mos keladi massaga. Tok kuchi esa mos keladi tezlikka. Mana shunday bizda o'xshashliklar bor ekan. Bu o'xshashliklarni tanlab olish bizga jarayonni tasavvur qilishimizda, ya'ni bizni tasavvurimizni oshirishga yordam beradi. Bunga doir savollar ham uchrab turadi, ya'ni elektromagnit tebranishlardagi induktivlik mexanik tebranishlardagi qaysi kattalik bilan mos tushadi degan savollar uchrab turadi. Shunda massa bilan deyish mumkin. Tok kuchi esa tezlik bilan. Bekirlik 1/s sig'imga teskari kattalik, zaryad esa o'sha siljish masofasi bilan yoki tebranish masofasi bilan deb o'xshashliklarni keltirib o'tishimiz kerak. Xo'p, endi bularni takrorlab o'tganimizdan keyin ba'zi bir boshqa kattaliklar orasidagi bog'lanishni ham ifodalab ko'rsak. Buning uchun tebranishlardagi kuchlanishlar ifodasidan foydalanamiz. Ya'ni g'altagimizda hosil bo'layotgan induksion iyika teng bo'ladi kondensatorimizdagi kuchlanish va o'tkazgichlarimizda yig'ilib turgan, tushib turgan kuchlanishlarning yig'indisiga. Induksion iyika teng bo'ladi E ko'paytirilgan R. Tok kuchini qarshilikka ko'paytirsak, o'tkazgichimizga tushayotgan kuchlanishni berardi. Ana shu o'tkazgichimizga tushgan kuchlanish va kondensatordagi kuchlanishning yig'indisiga teng bo'lar ekan. Mana shu tenglikni yozishimiz mumkin. Hop, endi biz ideal tebranishlar konturi tushunchasini kiritamiz. Ideal tebranishlar konturi. Ideal tebranishlar konturi. Ideal tebranishlar konturi deganda R, ya'ni o'tkazgichlarimizning qarshiligi teng deymiz 0 ga. Ya'ni o'tkazgichilarimizda hech qanday qarshilik yo'q. O'tkazgichilarimizdan tok o'tgan vaqtda hech qanday issiqlik ajralmaydi deb qaraymiz. Xuddi shu holat uchun yozishimiz mumkin. Induksion iyikani teng deymiz kondensatorda to'planayotgan kuchlanishga. Endi bu tenglikdan induksion iyikani va kuchlanishni ba'zi bir boshqa qiymatlariga bog'lab yozamiz. Induksion iyika induktivlik va dE taqsim dt bo'lardi. Ya'ni vaqt birligi ichida tok o'zgarishi. Agarda tok o'zgarmasa, induksion iyika hosil bo'lmaydi. Bizda tok kuchi o'zgarib turganligi uchun induksion iyika hosil bo'lyapti. Kondensatorimizdagi kuchlanish esa Q taqsim S. Zaryadning kondensator sig'imiga nisbati. Bu tenglamani ham mexanikadagi o'xshatishlar bilan almashtiramiz mana. Xo'p. Bu yerda ko'rinib turibdi induktivlik bilan massa. Demak, buni o'rniga massa yozishim mumkin. Massa dE taqsim dt. Tok kuchini tezlikka bog'ladik, demak dV taqsim dt. Teng. Xo'sh, zaryadni x ga 1/s ni esa k ga, demak kx. Mana shu ifodaga kelib qolyapti. Bu nimani ifodalaydi? Mana bu dV taqsim dt tezlanishni berganligi uchun ma tezlanish kx ga. Ya'ni prujinaga ta'sir qilayotgan maksimal kuch yoki biror nuqtasidagi kuch shu jismga ma tezlanish beryapti degan Nyutonning ikkinchi qonunini ifodalab turibdi. Bu yerda ham aynan mos kelinmoqda. Xo'p, shu yerdan endi a deb yozmaymiz, shunchaki dV taqsim dt bo'la qolsin. dV taqsim dt teng m ni bo'lib o'qib o'tkazadigan bo'lsak,
k taqsim m x. Mana bu dv taqsim dt bu tezlanishni beradi. Va bundan tashqari bizga mexanika, ya'ni prujinali mayatning tebrangan vaqtida teparoq yozayin. Ga teng ildiz osti k taqsim m degan ifoda bor edi. Demak, ga kvadrat k taqsim m ga teng. Shuning uchun o'rniga qo'yishimiz mumkin. Demak, ga kvadrat x bilan ifodalanar ekan. Bu tezlanish ifodasi deyishimiz ham mumkin. Bu yozgan ifodalarimiz mexanikaga aloqador edi. Xuddi shuni endi elektr bo'limiga tatbiq qilsak. Ya'ni elektromagnet tebranishlarning siklik chastotasi ga teng. K taqsim m edi. Demak, bizda o'xshaydi k bilan 1 taqsim s. M bilan esa L. Shuning uchun ga teng 1 taqsim L s deb yozishimiz mumkin. Ga kvadrat. Xo'p, gani o'zi esa 1 taqsim ildiz ostida L s bo'ladi. Demak, elektromagnet tebranishlarning siklik chastotasi 1 taqsim ildiz ostida L s bilan ifodalanar ekan. Endi esa tebranish davrini yozadigan bo'lsak, t barobar biz bilamizki, tebranish davri uchun 2pi taqsim omega degan ifodamiz bor tebranishlar uchun. O'rniga qo'yib yuboradigan bo'lsak, 2pi ildiz ostida Ls degan ifoda kelib chiqar ekan. Mana shu formula bizga elektromagnet tebranishlar uchun Thomson formulasini ifodalaydi. Yozib qo'ying. Thomson formulasi. Demak, Thomson formulasi qanday formula desa, mana shu formula ekan. Biz bilamizki, prujinal mayatligimizda hosil bo'ladigan tebranishlar garmonik tebranishlar bo'lar edi. Bu yerda ham, ya'ni elektromagnet tebranishlar konturida ham aynan garmonik tebranishlar hosil bo'ladi. Endi biz hozir ko'rib chiqayotgan kattaliklar, ya'ni zaryad, energiya, kuchlanish, tok kuchi kabi kattaliklarni garmonik tebranishlar tenglamasi bilan yozib ko'raylik. Ayni shu holatga tatbiq qilgan holda. Xo'p, mayli. Pastdan yozamiz. Birinchi bo'lib zaryadni yoza qolaylik. Kondensatorimiz oladigan zaryad Q maksimal bo'lsin. Q maksimal qanchadir miqdordagi zaryadni egalladi. Q maksimalni bilgan holatda zaryadni tebranish tenglamasini yozamiz. Q barobar Q maksimal ko'paytirilgan. Mana shu yerda kosinus yoki sinus bilan yozishimiz mumkin. Odatda ko'p holatlarda kosinus bilan yozishimiz o'rinli bo'ladi. Kosinus omega t deb. Bu yerdagi omegani mana bu qiymat bilan almashtirishimiz mumkin. Yoki mana yozib ham qo'yayim. Kosinus t taqsim ildiz osti Ls. Xo'p, nima uchun kosinus bilan yozyapmiz? Ba'zi holatlarda sinus bilan kelishi ham mumkin, lekin ko'p holatlarda kosinus bilan keladi. Uni sababini tushuntirib o'taman. Kosinus bilan kelishining sababi t tebranishlar vaqti, ya'ni boshlangan vaqtda tebranishlarning t teng 0 paytida zaryad maksimal qiymatga erishishi kerak. Ya'ni t ning o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, kosinus omega t 1 ga aylanadi va zaryad miqdori maksimal zaryadga teng bo'ladi. Chunki tebranishlarni boshlagan vaqtimizda birinchi kondensatorni zaryadlab olamiz, undan keyin jarayonni davom ettiramiz. Shu sababli odatda kosinus bilan yozish o'rinli. Lekin kuzatishlar vaqtini qachonki zaryad 0 ga aylangan vaqtida boshlasak, unda sinus bilan yozishga ham to'g'ri kelishi mumkin. Ko'p holatlarda kosinus bilan yoziladi. Lekin har doim kosinus bilan yozishga majbursan degan hech qanday majburiyat yo'q. Xo'p, zaryadni mana shu formula bilan shunchaki ifodalab qo'yishimiz mumkin. Q barobar Q maksimal kosinus omega t deb. Agarda zaryadni kosinus bilan yozadigan bo'lsak, tok kuchini sinus bilan yozishimizga to'g'ri keladi. I barobar tok kuchining maksimal qiymati sinus omega t. Nimaga deydigan bo'lsak,
zaryadimiz maksimal bo'lib turgan vaqtda, hamma zaryad kondensatorda yig'ilgan vaqtida tok kuchi oqmaydi va tok kuchi nolga teng bo'ladi. Bittasi 0 qiymatiga erishgan vaqtida ikkinchisi maksimal qiymatiga erishgan bo'lishi kerak. Xo'p, endi kuchlanishni aytishimiz mumkin. Kuchlanishga e'tibor beramiz. Qaysi biridagi kuchlanish? Kondensatordagi kuchlanishmi yoki induktiv g'altagimizda hosil bo'layotgan induksion iyukami? Qaysi biriga e'tibor beramiz? Agar kondensatordagi kuchlanish bo'ladigan bo'lsa, shunchaki zaryadni S'ga bo'lib qo'yishni o'zi yetarli. Shunda tebranishlar tenglamasi aynan bir xil bo'ladi. Bu barobar ana shu Q maksimal taqsim S kondensatorning sig'imi deb yozib keta qolaman. Kosinus omega t. Xuddi mana shu ko'rinishda ifodalashimiz mumkin. Agar induksion iyukani so'rayotgan bo'lsa, bu bo'yicha, ya'ni LE kvadrat taqsim 2 bilan ifodalanadi. Yo'q, L D taqsim dt bo'lardi-ku. Xo'p, qayerda yozgan edim? Sal teparoqda yozishmasam, mana bu yerda. D taqsim dt. Shu sababli tok kuchi bilan bir xil fazada. Shu sababli iyukani maksimal deb yozib qo'ya qolayin. Sinus omega t. Shu sababli kuchlanish qaysi g'altakdagi kuchlanishmi yoki kondensatordagi kuchlanishmi, unga ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shunday energiya ham tebranib turadi. Ya'ni kondensator energiyasi va g'altakdagi energiya. Kondensatorda magnit maydon energiyasi bor, esdan chiqarmaymiz. G'altakda, kondensatorda elektr maydon energiyasi bor, chunki kondensator qoplamalari orasida elektr maydon kuchlanganligi hosil bo'ladi. G'altakda esa magnit maydon. Negaki g'altagimizdan tok o'tgan vaqtida g'altak atrofida magnit maydon hosil bo'lar edi. Shu sababli kondensatorimizda elektr maydon energiyasi, g'altagimizda magnit maydon energiyalari hosil bo'ladi. Endi bularni tebranishi Y barobar Q kvadrat taqsim 2S bo'ladi, to'g'rimi? Bu yerda energiya zaryadning kvadratiga proporsional. Shuning uchun kosinusni xuddi shu to'g'ridan to'g'ri o'rniga qo'yib yuborsak ham bo'ladi. Q maksimalning kvadrati taqsim 2S, bu yerda kosinus kvadrat omega t. Mana bu qonun bo'yicha o'zgaradi. Ya'ni zaryadlar kosinus bo'lsa, energiya kosinusning kvadratiga proporsional. Bu elektr. Y magnit maydon energiyasi esa L E kvadrat taqsim 2 bo'lardi. L E kvadrat taqsim 2. Shuning uchun bu yerda ham L ko'paytirilgan E maksimalning kvadrati taqsim 2 ko'paytirilgan sinus bilan. Sinus kvadrat omega t. Mana shu tengliklar o'rinli bo'lar ekan. Men hozir bu yerda asosiy formullarni nima uchun bunaqa yozilayotganini tushuntirib o'tdim. Masalalar yechish kerak bu yog'iga. Masalalar yechib, bu qoidalarni yana ham mustahkamlab olishimiz kerak. Shu sababli amaliy mashg'ulotlarda bunga doir bilimlarimizni mustahkamlab ketaveramiz. Hozircha esa mavzuga doir ma'lumotlar mana shular. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.